Hozir bitta shunaqangi fayzli xonadon kelganmiz. To'g'ri unaqa hashamatli emas, lekin 41 ta tur xil o'zini mevasiga ega ekan. Farg'onadan alohida olib keltirib, zakazini ektirganman dedilar. Yana bitta zo'r taraf bor. Alohida hovlimizning o'zini ajratilgan chorvachiligiga ham joylari qilingan. Hozir ichkari kirib alohida tushuntiraman. Xonadonimiz ugloviga tushgan aytgancha, fasadimizni ko'rib turganinglardek 27 metr, bunaqasiga to'g'ri 31 metr bo'ladi. Endi sal kattaroq chiqishi mumkin. Umumiy yer maydoni 758 sotuv, lekin hozirgi aytgan razmerimda sal kattaroq chiqadi. Chunki hovlimizdan ozgina trapetsa joyi bor. Xonadonimizda qayerda joylashgan desanglar, mana shu ko'cha bilan to'g'ri biz Xonobod metroga chiqamiz. 500 metr uzoqlikda Xonobodda mozori bo'lsa, 300 metr uzoqlikda bo'ladi. Sergeli tumani Xonoboddamiz. Asfalt ko'chalar ko'rasizlar, juda ham keng mahalla. Bu yerdan bizga kirish eshigimiz bo'ladi. Kelinglar. Bismillah. Ichkariga kirib kelamiz. Darvozaxonamizga bitta avtomobil bemalol sig'adi. Ikkita tarafimizda ham binolarimiz bor. O'ng tarafda bino keladigan bo'lsa, ikkita xonadan iborat kattagina mehmonxonasi. Shu kirish holimiz o'zida mana stroyniy garderoblar qilingan. Chap tarafdan bo'lsa, kattalar yotoqxonasi o'zini sanuzurlari bilan birga bo'ladi. Chap tarafdagi asosiy binomiz, buni alohida tushuntiraman. Birinchi qo'limizga to'xtaladigan bo'lsa, bu yerda kravatimiz qilingan, ko'rasizlar, fayzli bo'lib turibdi. Mana boyiga aytgan 41 ta xil mevamiz mana shu bog'imizning o'zida bo'ladi. Bexi deysizlarmi, yong'oq deysizlarmi, anjir deysizlarmi, bu yoq tarafdan alohida funduklari ham bor ekan. Xullas boy aytganimdek, Farg'onada alohida zakazini qilib ektirishgan 40 og'aynilarni ko'rasizlarmi? Qator har qatan 40 og'ayni bo'lib turibdi. Bunaqasiga asosiy kirish eshigimizga, ya'ni oshxonamizdan sirasi kirib ketsak ham bo'ladi. Bu yoqdan bizga yer to'lamizga ham tushsak bo'ladi. Yer to'lamizda katelnilar chiroyli qilib qo'yilgan va stenkalari ham taxlab qo'yilgan. Boya aytganimdek, kirishimizda biz sizlarga alohida chorvachiligiga joy ajratilgandi. Qayerda desanglar, amtda kuchuk ham boqishar ekan, endi qorovul bo'lib turar ekan. Mana bu yoqda chorvachiligiga tayyor joy qilib qo'yishibdi. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana bu temirlarni bor, mana shu yerga qoqiladida, salafan o'tkazib, qishda ham bemalol qo'rqmay boqaversanglar bo'ladi. 8 ta mol ketadi dedilar egalari. Mana shu darvoza orqali yem-pem bilan olib kirsanglar ham bo'ladi. Yem uchun alohida skladlari ham bor ekan, kattagina darvoza bo'lib turibdi. Endi sizlar bilan xonadonimizning asosiy binosiga kiramiz. Ketdik. Asosiy binomizni eslatib o'taman. Darvozaxonamizdan kirganimizda chap tarafdan bo'ladi. Kelinglar. Bismillah. Ichkari kirganimizda mana shunaqa uzun, keng hol bo'ladi. Bu yerdan ham bemalol qanaqadir mebelni qo'yib foydalansanglar bo'ladi. Yo'ligimizning oxirida yotoqxonalar mavjud. Birinchi bo'lib sizlarga mehmonxona ko'rsataman. Asosiy eshikdan kirib chap tarafga yuradigan bo'lsak, mana mehmonxonamiz juda ham keng, mebellari bor, pardalari ko'chaga qaragan, derazasi gilamlarigacha solingan. Xullas, xonadonimizda mebel texnika gilamlarigacha shundoq tashib ketamiz deyaptilar. Ya'ni kelib o'zingizlar ozgina gaplashsanglar, menimcha texnikalarni ham tashib ketsalar kerak. Bu yo'ligimizda bo'ladi. Biza holdan o'ngga yuradigan bo'lsak, oshxonamiz ko'rishingiz mumkin. Oshxonamiz juda keng, o'zi oshxona bo'lganga yarasha mana shunaqa keng bo'lishi kerak. Chunki asosiy oilani vaqt o'tkazadigan zonasi mana shu hisoblanadi. Stroyniy mebellari tayyor qilingan, kirmoshina ham shu yerda ekan. Mana pastda yuvadigan joylari, gazlari, xolodilnik, xullas oshxonaga kerak bo'lgan hamma narsa bor. Uголокni divani, hamma narsa qoladi deyaptilar uy egalari. Boya qo'lida ko'rsatganimdek, shu eshikdan hovliga ham chiqib ketsak bo'ladi. Shuni tagiga yer to'lamiz, boya ko'rsatganimizdek. Yana hovliga qaytamiz. Endi bizda yotoqxonalarimiz qavatda. Chap tarafda yotoqxonada endi ko'pchilik narsasi turgandan keyin o'shancha ko'rsata olmaymiz. Yoq tarafda yotoqxonani ko'ramiz. Kelinglar. Ota-onalar uchun mo'ljallangan yangi mebeldan chiqarilgan, ko'rasizlar. Mebellar ranglari ham juda bejirim bo'lib turibdi. Bu yerdan eng zo'r taraf kelinglar, men mebelni ko'rsataman. Mana ko'rasizlarmi, nima desanglar, kansler masjidga o'rnatilgan ekan. Ana qanaqadir havo urvormaydi, shundoq to'g'ri yurib, skvajni qilib qo'ymaydi. Bu yerda ko'rasizlar, o'zining hovliga qaragan derazalari mavjud. Yon qismida sanuzuli ham bor, hamma sharoitlari bilan birga bo'ladi. Xonadonimizni ko'rdinglar, umumiy yer maydoni 758 sotuv tashkil qiladi. O'zini 6 xonasiga ega. Narxini bo'lsa 230 ming dollar bilan baholashyapti. Albatta bu narxdan ustiga kelsanglar, yana ham o'tib beradigan joylari bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar pastki raqamga qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan birga baraka qilsanglar.